buvim yigitlarga juda ham qattiq qo'l. Bir marta meni yigitimni o'ldirishga sal qolgandi. Nega buni hozir aytyapsan? O Karon, yaxshimisan? Bu nimasi endi? Sal qolsa o'lardim. Yana yonib ketsang, seni daryoga itarib yuboraman, xavotir olma. Juda qo'rqinchli. Uttaladim. O'zingni qanday his qilyapsan? Biron narsa o'zgardimi? Hozir ham yog'im qichayapti. Nima bo'lsa ham sochingga bitta qarasang-chi. Xuddi makaronga o'xshaydi. Umrimda bunday kulgili soch tarmagini ko'rmaganman, xudo. Ustimdan kulishni bas.